Assalomu alaykum hurmatli buxgalterlar hamda bo'lg'usi buxgalterlar. Navbatdagi darsimiz materiallar, ularning tasnifi va baholash. Materiallar bu aktivlar bo'lib, ishlab chiqarish jarayonida bir marta qatnashib, o'z qiymatini ishlab chiqarilayotgan mahsulot tannarxiga to'liq o'tkazadi. O'sha un misolida ko'rayotgan bo'lsak, un bizdan material bo'layotgan bo'lsa, ishlab chiqarishga bir marta qatnashadi. Bo'ldi uni qaytarib un qilib olib bo'lmaydi. Xamir bo'lib, non bo'lib pishib ketadi va un o'zining qiymatini nonni tarkibiga o'tkazadi. Materiallar foydalanishiga qarab juda ko'p turlarga bo'linadi. Xom ashyo, masalan, paxta, neft, ko'mir, yog'och. Yog'ochdan turli narsalar olishimiz mumkin. Reka, strapela, fanera, laminat va hokazolar. Materiallar tayyorlanayotgan mahsulotning asosini tashkil qiladi. Misol uchun biz arava yasaydigan bo'lsak, yuk tashish uchun aravani asosi temir listlardan tashkil topgan bo'ladi. Sotib olinadigan yarim tayyor mahsulotlar va butlovchi buyumlar. O'sha aravani biz material asosida yasadik va g'ildiragini biz yasay olmaymiz. Bozordan tushib g'ildirak xarid qilamiz. Bu sotib olinadigan yarim tayyor mahsulot bo'ladi. Yonilg'i, ko'mir, benzin, gaz va neft mahsulotlari. Tara, misol uchun konditsioner bo'layotgan bo'lsa, konditsionerni upakovka qilish uchun paket, penoplast, karton qog'ozlardan foydalaniladi. Ehtiyot qismlar ma'lum muddatda almashtirib turiladigan narsalar. Запасный части. Qurilish materiallari, sement, g'isht, alibastr va hokazo. Qayta ishlash uchun chetga berilgan materiallar. Bunda korxona o'zi ma'lum bir ishlovni bera olmaganligi sababli boshqa korxonaga jo'natib, unga ishlov berdirib, qaytarib olib kelish tushunilishi mumkin. Inventar va xo'jalik jihozlari. Xizmat qilish davri 1 yildan kam va har birining qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobaridan kam bo'lgan buyumlar. Kundalik ehtiyoj uchun ishlatiladigan buyumlar va boshqa materiallar. Tovar moddiy zaxiralar tashkilotning buxgalteriya balansiga tannarx bo'yicha qabul qilinadi. Bunga xarid qilish qiymati va ularni xarid qilish bilan bog'liq barcha xarajatlar kiradi. Tovar moddiy zaxiralarni xarid qilish bilan bog'liq xarajatlar va ularning tannarxiga quyidagi summalar qo'shiladi. Bojxona boji va yig'imlar. Soliqlar va yig'im summalari agar ular qoplanmasa, ya'ni zachotga ola olmasangiz, qaytib kelmasa, ularni ham tannarxga qo'shasiz. Komissiya mukofotlar. Agar tovar moddiy zaxiralarini yetkazib beruvchi va vositachi tashkilotlar orqali xarid qilingan bo'lsa, tovar moddiy zaxiralarini xarid qilish bilan bog'liq sertifikatsiya va ularning texnik holatini sinab ko'rish xarajatlari, transport tayyorlov xarajatlari, xarid qilish bilan bog'liq boshqa xarajatlar. Ya'ni tovar moddiy zaxirani xarid qilib, to skladingizga olib kelguningizgacha yana qanaqadir xarajatlar qo'shiladigan bo'lsa, ularni tovar moddiy zaxiralarni tannarxiga qo'shasiz. Qolgan va chiqib ketayotgan tovar moddiy zaxiralarning qiymatini aniqlash usullari. Qolgan va chiqib ketayotgan tovar moddiy zaxiralarining qiymatini quyidagi usullar bilan aniqlash mumkin. Identifikatsiyalash usuli, o'rtacha o'lchov qiymati AVK, tovar moddiy zaxiralarini xarid qilish vaqtida birinchi tannarx bo'yicha FIFO. Korxonalarda alohida tartibda foydalaniladigan va bir-biri bilan almashtirib bo'lmaydigan hamda maxsus dasturlar uchun ishlab chiqarilgan va foydalanilgan tovar moddiy zaxiralar identifikatsiyalash bo'yicha tegishli birlik tannarxi ustida baholanadi. Misol uchun siz doim bir xil turdagi mahsulot ishlab chiqarasiz, endi sizga boshqacharoq buyurtma bo'ldi. Alohida maxsus buyurtma asosida ishlab chiqarasiz. Bunda tabiiyki tovar moddiy zaxiralaringizning sarfi boshqacha bo'ladi. Shuning uchun identifikatsiya usulida yuritasiz. Average cost, ya'ni AVK usulida tovar moddiy zaxiralar har birining qiymatini aniqlashda davr boshiga o'xshash birliklar o'rtacha o'lchov qiymati va davr mobaynida xarid qilingan yoki ishlab chiqarilgan xuddi shunday o'xshash birliklar qiymatidan aniqlanadi. Bu o'rtacha qiymat. FIFO usulida chiqib ketayotgan tovar moddiy zaxiralar birligi tannarxiga birinchi bo'lib xarid qilingan yoki ishlab chiqarilgan zaxiralar qiymati kiradi.
Misol tariqasida ko'ramiz. Navro'z MChJ yil davomida quyidagi tovar moddiy qiymatliklar xarid qildi. 25-yanvar holatida 1000 kg 600 so'mdan jami 600 ming so'm, 15-aprelda 1700 kg 800 so'mdan 1.360 ming so'm, 12-oktyabrda 1300 kg 900 so'mdan jami 1.170 ming so'm. Shunday qilib Navro'z MChJ yil davomida 4000 kg jami 3.130 ming so'mga tovar moddiy zaxiralar xarid qilibdi. Bu usullar bir turdagi tovar moddiy zaxiralarga nisbatan qo'llaniladi. Yil oxirida omborda 900 kg tovar qoldi. Ya'ni 4000 kg biz xarid qilgan edik, 900 kg qolgan bo'lsa, 3100 kg sotilgan. Sotishdan kelgan daromad 3.100.000 so'mni tashkil qiladi. Ya'ni 3100 kg tovar moddiy zaxirani biz 3.100.000 so'mga sotgan ekanmiz. Yuqorida ko'rsatilgan usullardan foydalanib, davr oxirida zaxiralarga taqsimlanadigan sotilgan mahsulotlar tannarxi va xarajatlarini aniqlash lozim. Identifikatsiyalash bo'yicha tegishli birliklar tannarxi. Demak, 4000 kg dan 900 kg skladda qolgan bo'lsa, 3100 kg sotgan ekanmiz. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, birinchi partiyadan 600 kg, ikkinchi partiyadan 1.5 kg, uchinchi partiyadan 1000 kg sotilgan. Tovarlar xarajatlari 600 so'mdan 600 kg, 800 so'mdan 1.5 kg, 900 so'mdan 1000 kg sotilgan bo'lsa, jami tovar tannarximiz 2.460.000 so'm ekan. Biz 3.100.000 so'm daromad qilgan bo'lsak, 640.000 so'm foyda ko'ribmiz. FIFA usuli birinchi kelgan, birinchi ketadi. First in, first out. Tovarlar xarajatlari. Demak, biz dastlab 3100 kg ni birinchi kelgan partiyani to'liq sotib bo'ldik deb faraz qilamiz. Ya'ni 1000 kg 600 so'mdan kelgan tovarlarni biz to'liq sotdik deymiz. Keyingi partiyani ham qiymat yetmaydigan bo'lsa, hammasini sotdik deymiz. Ya'ni 1700 kg 800 so'mdan kelgan tovarlarimizni sotdik deb faraz qilamiz. 1000 kg ga 1700 kg qo'shsangiz 2700 kg bo'lyapti. Bizda 3100 kg sotilgan. Shunda 400 kg ni oxirgi partiyadan sotganmiz deb faraz qilamiz. Va jami tovarlar tannarxi 2.320.000 so'm. Mahsulot sotishdan kelgan sof tushum 780.000 so'm. Bizda FIFA usuli bo'yicha foydalanganimizda omborda oxirgi kelgan 1300 kg 900 so'mlik tovardan 400 kg sotilganda 900 kg 900 so'mdan qoldi deb qabul qilamiz. AVK usuli jami tovarlarga ketgan xarajatlarimiz 3.130.000 so'm edi. Jami tovarlar o'lchovi 4000 kg. Demak, jami summani jami kilogramga bo'lganimizda 1 kg tovar narxi chiqdi 782.5 so'm. Endi 3100 kg sotilgan bo'lsa, 782.5 so'mdan 2.425.750 so'm. Mahsulot sotishdan kelgan foyda 674.250 so'm. Inventar va xo'jalik jihozlari hisobi. Inventarlarga quyidagilar kiradi. Xizmat muddati 1 yildan oshmaydigan, xizmat muddatidan qat'iy nazar xarid qilish paytida qiymati 1 birlik uchun O'zbekiston Respublikasida belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha miqdorda bo'lgan aktivlar. Tashkilot rahbari hisob siyosatida aktivlarni inventar va xo'jalik jihozlari tarkibida hisobga olish uchun qiymatining bundan past chegarasini belgilash huquqiga ega. Xizmat muddati hamda qiymatidan qat'iy nazar quyidagilar inventar deyiladi. Maxsus asboblar va moslamalar, ya'ni muayyan buyumlarni seriyali va ommaviy ishlab chiqarish yoki yakka tartibdagi buyurtmani tayyorlash uchun mo'ljallangan maqsadli asboblar va moslamalar. Bunga qoliplarni misol qilishimiz mumkin. Doim bir turdagi mahsulotni seriyali ishlab chiqarish mumkin. Maxsus va sanitariya buyumlari, maxsus poyabzallar, ko'rpa to'shaklar. Bu yotoqxonalardagi ko'rpa to'shaklar. Kanselyariya ashyolari, oshxona inventari. Demak, o'sha vilka, qoshiq, choynik, piyola va hokazo.
barpo etish xarajatlari qurilish montaj ishlarining tannarxiga kiritiladigan vaqtinchalik inshootlar, moslamalar, qurilmalar, apalka, lisalarni, havozalarni misol qilishimiz mumkin. Foydalanish muddati 1 yildan kam bo'lgan almashtiriladigan uskunalar va ov qurollari bular doim inventar deb hisoblanadi. Inventar va xo'jalik anjomlarini hisobga olishning xususiyatlari. Inventar va xo'jalik jihozlarini foydalanishga topshirishda ularning qiymati vazifasiga qarab ishlab chiqarish xarajatlariga yoki davr xarajatlariga to'liq hisobdan chiqariladi. Keyin tashkilot tomonidan oddiy shakl bo'yicha tannarx bo'yicha nomlar va guruhlar kesimida tezkor miqdoriy hisob yuritiladi. Bunda foydalanishga kelib tushish sanasi, foydalanish joyi va ulardan foydalanish muddati mobaynida moddiy javobgar shaxslar ko'rsatiladi. Xo'p, biz 100 ming so'mlik inventarlarni ishlab chiqarishga berdik. Inventarlar kamaydi. 10.80 kreditlandi va ishlab chiqarish ortdi 20 so'mma 100 ming so'm. Va shu qatorda biz foydalanishga bergan inventarlar uchun balansdan tashqari 0.14 shotiga ham provodga beramiz. Bunda ikki yoqlama yozuv yozilmaydi, bir tomonda aks ettiriladi. Bu qiymati ishlab chiqarish tannarxiga qo'shildi, lekin foydalanishda turibdi degan ma'noni anglatadi. Agar inventar va xo'jalik jihozlarining qiymati bir-birlik uchun xarid qilish paytidagi bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravardan ortiq bo'lsa, ya'ni siz ishlab chiqarish sexidagi jamiki inventarlarni yangilayotgan bo'lsangiz, ko'proq xarajat qilsangiz, tashkilot ularni foydalanishga berishda ushbu inventar va xo'jalik jihozlarining qiymatini muddati kechiktirilgan xarajatlarga kiritishi mumkin. Bunda kechiktirilgan xarajatlarni kamaytirish, ya'ni ularni xarajatlarga hisobdan chiqarish quyidagi usullardan birini qo'llash orqali amalga oshiriladi. Qiymatni ishlab chiqarilgan mahsulot hajmiga mutanosib ravishda hisobdan chiqarish yoki teng me'yorda hisobdan chiqarish. Bu nima uchun ishlatiladi? Ishlab chiqarilayotgan mahsulotning tannarxi oshib ketmasligi maqsadida, ya'ni biz foydalanishga bergan inventarimiz hali yana qanchadir vaqt xizmat qiladi. Biz uni birdaniga tannarxga qo'shadigan bo'lsak, tannarximiz oshib ketib qoladi. Shuning uchun biz teng me'yor usulida ko'rib chiqamiz. 6 million so'mlik inventarlar ishlab chiqarishga berildi. Bu ba'zi hisoblash miqdorining 10 baravar va undan yuqori bo'lganligi sababli kechiktirilgan xarajatlar shotiga provodga beramiz, 32.90 shotiga. Va shu navbatda 6 million so'mga foydalanishdagi inventarlar balansdan tashqari shotini ham aks ettiramiz. Keyin misol uchun 12 oy mobaynida ishlatiladigan bo'lsa, inventarlar har oy yakuni bilan kechiktirilgan xarajatlardan ishlab chiqarishga provodga berib boraveramiz. Biz teng me'yorda ko'rdik. Buni ishlab chiqarilgan mahsulot hajmiga mutanosib ravishda qilish ham mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.